إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Muhterem cemaatlerimiz, bugünkü Cuma'nın hutbasının mavzusu bolsa taharet hakkında ve taharetninki bazı faziletleri hakkında. الطهارة وفضل الوضوء. الطهارة معناها النظافة والنزاهة، وهي في الشرع على نوعين: طهارة معنوية وطهارة حسية. Taharet kardeşlerim, İslam dinimizde katı bir insanlığa Allah subhanahu wa ta'ala'nınki köstüpegen katı bir inam. Taharet yani pakizlik demektir. İnsan pakizlik fakatlam çıraylı görünüş emez, belki hem çıraylı görünüş hem onun görüngen sırtın şu cisimnin içideki nesi hem pakiz buluş. Şeriatimizde taharetni iki kısımga bilep bizge çöndürpedi. Birisi tahare hissiye ve tahare ma'neviye. Maneviye degenimiz, yani İslam dinimizde insanlığa kökstüpegen maneviye bolsa fehiye taharetul kulub. Manevi cihetten pakiz bulaş degen gap. Deslapta kılınılan işimiz dilimizni, kalbimizni pakizlaş. Nimedin pakizlayımız degende Allah'a şirik yaptırıştır. Allah'a ibadet kılgan vaktimizin yüzüde başka birisini koşu olmazsınız. Allah'a kılgan ibadetimizde başka bir yeni nerseni koşu olmazsınız. Yani bidat olmazsınız.
وَمِنَ الْغِلِّ وَالْحِقِّ وَالْحَسَدِ وَالْبُغْضَاءِ وَالْكَرَاهَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Ve şunun bilen birge manevi taharet deganimiz karşımızdaki insanlığa, dostlarımızga bo'lgan muamelede samimiy bulaş. Mayli ticaretimizde bolsun ve başka işimizde bolsun, kılgan işlerimizde hıyanet kılmaslık. Hıyanet kılmaslık. Kişilerini kollamaslık. Ve kişilerge ölçmenlik kılmaslık. Ölçmenlik kılmaslık. Ve dostlarımızda bağnasıge haset kılmaslık. Ve ulanı yaman görmeslik. Ve muşunun okşagan yaman ahlaklıdır paklanış degan gap. Manevi pakizlik degan gap mana shunda şirkdan paklanış, ahlakımızı hakiki Kur'an ve sünnet boyunca terbiyeleş. Mana shunda bo'lgan vaqtning o'zida hakiki manevi taharet bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda ruhimiz, qalbimiz poklanadi. Amma tahara hissiya naw'an. İzala vasf yemna'u min as-salah ve nahwiha mimma tashtaritu lahu at-tahara. Ve izala khubth. فأما إزالة الغسل فهي رفع الحدث الأصغر والأكبر بغسل الأعضاء الأربع في الحدث الأصغر وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر إما بالماء لمن قدر عليه وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء. Mana tahara hissiye deganimiz yani hissi pakizlik. Yani hissi degan insan kögülü bo'ladigan, tutquli bo'ladigan bu shunday bir taharettir. Bu bo'lsa ikki qism deydi. Birisi cho'ng hadas bo'lsa, yana birisi kichik hadas. Yani cho'ng hadas degan, kichik hadas deganimiz oddiy inson kichik tarat qilib qoldi. Yoki badandanki boshqa yerdan binasi chiqib ketib qoldi. Havo chiqib ketib qoldi. Mana bu narsa insonni yuyunishga, cho'ng bir taharat elishga majburlamaydi. Amma cho'ngi bo'lsa insonni yuyunishga majburlaydi. O qaysi deganda inson jinobat, ihtilomlab qilish, ayollar aykurash va bola tuqqandan keyin 40 kungacha nafosat deymiz. Mana bu holatlarda bu shu narsani qazo qilgandan keyin, ya'ni tugatgandan keyin çoğun bu insan çok yani taharet ediş, yani bedenini bütün yuyish, yani g'usl qilish degan. Mana bunun bilan inson pokiz bo'ladi demakdir. Hamda bu narsalarga qodir bo'lolmay qolib qolsa, taharet edishga qodir bo'lolmay qolib qolsa, yana Alloh subhanahu va taolo insonlarga osonlashtirib berish uchun tayammum degan bir pakizlik bulaş bir vesilesini ki Allah subhanahu wa ta'ala bizge gösterdi. Tayammum degan mana biz dafsat meyin turgan topağa kolumuzni tekkizish orqali yüzümüzni islash ve kolumuzni yana tekkizish orqali o'ng qo'limiz so'ng qo'limizni islash. Buni tayammum deyiladi. Mana bunun bilan pokiz bo'lish. Bir inson ko'l jizirda ketib qolgan yerda suv olmay qolib qolsa, namoz vaqti kelib qoldi yoki o inson junublab qoldi. O holatda çoğun tayammum kılıp yüzündeki ibadetini ada kılış. Bana şunun okşagan lazımlık vaktinin yüzüde
mana bu tayammumni ishlatishga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga buyruq berdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda men yuqorida o'qigan oyatda shunday deydi. Ya eyyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan kishilar. Ya'ni iymon keltirgandan keyin vojib bo'ladigan. Iymon keltirmaganlarga emas. Ya'ni musulmonlarga degan. Sizlar Allohning ibodatini ado qilish uchun qolgan vaqtingizda, "Iza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum." Sizlar cho'qim yuzingni yuvinglar va qo'lingni yuvinglar va aydiyakum ila al-marafiq. Jaynakungacha qo'lingni yuvinglar. Vamsahu bi ru'usikum. Beshingizga masih qilinglar. Va arjulakum ila al-ka'bayn. Va putinglarni ushqinligicha yuvinglar. Mana mishakagicha bizga tahoratni qanday qilishni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bizga tushirib berdi. Bizga uqtirib berdi. Agar endi Alloh subhanahu va taolo shunday deydi, agar sizlar kasallab qolsanglar va in kuntum marda, kasallab qolsanglar, aw ala safarin yoki bir safarda bo'lib qolsanglar, aw jaa ahadun minkum min al-ghaid yoki bir odam to'yda, ya'ni o'zining hojini ado qildi, ya'ni halol kirib chiqdi. Aw lamastumun nisa, o yoki o'zining ayoldan jima qilib qoldi. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Agar o shunday bir holatda su yo'q, o vaqtning o'zida tayammum qilib o'ziniki ibodatini ado qilsa bo'ladi deydi qardoshlar. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Yani İslam dinida Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarga yani haraj bo'ladigan ishni qilmaydi deydi. Bir yerda suv bo'lmay qolsa, sen cho'qim suvda qilmasan olmaydi deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda majburlamadi. Sizlar to'p bilan tayammum qilsanglar, sizlar pok bo'lasizlar. Mana bu islom dinimizdagi kamchilik. İslam dinini kişiler tarih yani köredi ama İslam dini nihayeti hem dinledin kenri asan. Onu fakat İslam dininin neyim ekanligini o'qigan vaqtning o'zida qayta qilib tafsili o'qigan vaqtning o'zida andin tushunadi. Ammo kishilarningki abqashti gaplarini tingishib bilan islom dini ters din ekan devasak vaqtda xato hukm qilgan bo'lamiz. Allah subhanahu wa ta'ala velakin yuridu litahhirakum ve yutimma ni'matahu. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining bandalarini davomli pok qilishni, pok turishni xohlaydi va o'zining ne'matini o'zining bandalariga yani davomli ne'matini berishni va ne'matini uqtirishni Allah subhanahu wa ta'ala xohlaydi va shu bandalariningki Allah subhanahu wa ta'alaga la'allakum tashkurun shukr qilishini Allohga hamd sano etib butun shu bizga yaratib bergan osonchilik, bizga yaratib bergan, bizni tushirib bergan yaxshi amallar orqali Allohga yaranish, Allohning mukofotini olish, shu narsaga uchun Alloh subhanahu va taologa shukr qilishni xohlaydi. Shayatki sizlar Alloh subhanahu va taologa shukr qilasizlar deydi. Xo'sh qarindoshlarım. Alloh subhanahu va taolo mana bizga qisqagina bir oyatda qanday tahorat qilish va qanday poklanish buni bizga tushuntirib berdi. Mana bu islom dinimizdagi biz uchun bo'lgan katta bir ne'matdir. Bu ne'matni cho'qim shu bilishimiz kerak. Qadriga yetishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala sura Mudassir'da şunday deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhel mudaththir. Kum fe'andir. Ve rabbeke fekebbir. Ve thiyâbeke fetahhir. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hitap kılıp yögünü valgıcı. Yani kiyimgi yögünü valgıcı. Ornağından tur. Kişilerini Allah'ın azabından agahlandır.
Yani el-amr bil ma'ruf ve nehy anil munkar. Yaxshilikqa burib, yomonlikdan to'sqin demakchi. Va robbaka fakabbir. Ve senin Rabbini ulug'la. Yani Rabbimizni qanday ulug'laymiz? Rabbimizni ulug'lashninki yo'li bo'lsa, buni Alloh subhanahu va taolo qum fa'andir. Biz boshda kishilarga yaxshi da'vat qila olsak, yaxshini yetkiza olsak, Allohni ulug'lagan bo'lamiz. Va thiyabaka fatahhir. Mana endi oxirida kelib Alloh subhanahu va taolo sen bu ishni qilgan vaqtingning o'zida yani pak holatda to'g'in. Da'vat qil va boshqa ishlar qil, sen pokizlik holatingda. Kiyimingni chiroyli kiygin. Kiyimingni pokiz kiygin. Badanlaringni pokiz tutgin. Va qalbingni poklagin. Nemidan? Shirkdan, bid'atdan, do'stlaringga bo'lgan samimiyatlikni samimiy holda ularga herkes adavet, hasad, mana bu narsani qilmagin. Inoq ittifoq bo'lgin do'stlaring bilan. Mana bu narsani qilgan vaqtning o'zida andin keyin Alloh subhanahu va taoloning da'vatini yetkizsak, yetkizilgan taraf albatta qabul qiladigan. Biz bid'at narsani apkilib kishilarga tabliğ qilsak, Allah'a ibadet qilishda, Allah'a şirik keltiradigan narsa bilan birga qo'shib da'vat qilsak, o vaqtning o'zida bu oyatga tushmak qilib qoladi. Allohning la'natiga ushqab ketib qoladigan gap. Shuna Alloh subhanahu va taolo va thiyabaka fatahhir. Mana bu yerdagi va thiyabaka fatahhir biz yuqori degandek tahara hissiya va tahara ma'naviyya. O'zingizning hissiy jihatdan bo'lgan tarafini pokizligin ve üzerindeki manevi cihattaki manevi cihatını hem pokizligin. Var rucze fahcur. Var rucze fahcur. Yani yaman narsalardan, yaman günahlardan. Bana bu şuna biz yukarı diyen maydan gıl, hasad, hiqd diyen bu narsalardan yiroq turgin. Ve şirkten en başta yiroq turgin. Demek çıkardılar. Ola temnun tastaksir. Mana sen bu işini kıldın Allah rızalığı için. Ama sen minnetdar, hakka minnet kılmagin. Yani sen azrak çıkıp yap, kişilerden onun cıkrıkını talep kılmagin. Yoki bunda chiqib aytganda sen bir narsani bir og'inangga, bir do'stingga berding, ammo uningdan jiqriqini sen talab qilmagin. Sen bergan narsangni yoki qilgan yaxshiligingni Alloh rizoligi uchun qilgin demak. Ya'ni qilgan ishingga minnat qilmagin demak. Va li robbika fasbir. Sen Rabbing uchun ya'ni sabrlik bo'lgan, sabr qilgin degan gap, bu shu yuqoridagi ishlarni qilish uchun bunga sabr lozim. Bir insanın karşıya gelip davet kılmakçı olsak, belki o adam çıraylık anlayışı mümkün. Belki sert gap kılışı mümkün. Belki kol uzatışı mümkün. Hakaret kılışı mümkün. Bana bu narsege sen çıraylıkça sabır kılgın. Eğer tillasa, sen tillamazsan kaytıp gitişin gerek. Sen tillasa, billa tillamazsın gerek. Çünkü Allah rızalık için bu işi kılgan ekanmiz. Allah rızalık için bir işe kopsak, bir davete kopsak, o vaktin üzerinde karşı tarafınki kabul kılış kılmaslığı o Allah'ınki iradesine bağlı. Allah'ın hidayetine bağlı. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala ayetinin ahirinde sen Allah rızalık için, sen üzerinin Rabbin için sabır kıl. Deydi kardeşlerim. Bana bu deyilgen gapların hemmesi olsa insanni yani bir müminni, musulmanni devamlı pak halatda turuş, napak halatda emas. Tutmağa yolumuzda yani pak halatda meniş. Mayli biz Allah'a ibadet kılgan vaktimizden yüzde olsun,
pak holatda ibodat qilish, mayli muomala jihatda bo'lsin, bu vaqtda ham ma'naviy itimizni pak holatda bu yaxshi ishlarni elib berish. Shuning uchun bugungi bu mavzuyimiz bo'lsa tahara hissiya va tahara ma'naviya. Bir inson cho'qim bu narsani cho'qim yetib, qo'lib yetish kerak. Bu tahara ya'ni hissiya ma'naviyaninki fazilatlari nihoyat ko'p. Nihoyat ko'p qarindoshlar. Bununla beriladigan ajrlar nihoyat ko'p. Taharet olgan vaqtimizning o'zida Alloh subhanahu va taoloninki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisida bo'lsa, bir inson taharet olsa, o insonninki butun tirnoqlarining orasidan, tuklarining orasidan taymigan su orqali butun gunohi kechiriladi deb baqirmoqlar. Bir insonninki taharet olgan shakliga qarab tursak, Alloh subhanahu va taolo "Fagsilu vujuhakum" dedi. Ama bununla çokum bir tefekkür kılsak, yüzümüzde közümüz var, burnumuz var, ağzımız var ve kulakımız hem var qarindoshlar. Bunu üç kıtım yuğa vaxtının üzdiço, ağzımızga mazmaza kılıp, burnumuzga istinşak kılıp ve yüzlerimizni üç kıtım yuğa vaxtımızın üzüde, bunu bütün günahlar, tilimizde sözlegen hata gapli bolsa, tilimiz ağzımızdan çıkıp ketadigan. Yani günah köçürüladigan. Biz bir narsa, hata bir narsani burab qoldik. Bizga harom keladigan narsani. Bu burnumuz orqali mikrop, jarasim degandek bu narsa burnumuzdan orqali chiqib ketadigan. İstinshaq qilish orqali. Yani burnumuzga suv berish orqali. Ve ko'zimizdan hem yüzümüzün yuğa vaqtının üzüde gözümüzün aralarından biz qaragan, yaman yerige qaragan günahlarca bu taharet arqılı çıkıp ketadigan. Qarindoshlar, bu mushunda tushunib kelsak, bu bir Allohninki o'zining bandlarga bergan katta bir ne'mati. Bo'lmasa biz shuni o'ylaylik. Bir kiyimni kiyverdik, kiyverdik bir 15 yil. O qanday bo'ladi? Kirlashib, qaytib, shundoq manashib ketadi endi. Alloh subhanahu va taolo shuni insonlarni bu dunyoda biz nafas oladiganmiz, bizga davomli kirlar, gunohlar o'zliksiz choptishib turadigan. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo suv bilan pokizlaganligi uchun alohida bizga Qur'oni Karimda bizga xabar berdi. Bunu çokum kılışımız gerek. Kollarımızı yuş ve kolumuzu tutkan bazı günahlar. Bunun bu arqılı çıkıp ketadigan. Beşimizge mesih kılış ve putumuzni yuş. Putumuz bilen bağlan günah mesiyet. Bununki fakat bu İslam dinimizde düşünülgen Ölümalınınki tefsiri depbergen faydaları bu. Ama doktorluk demişke biz kimilik. Hazırki doktorlarınki tepip çıkan taharet ağanda insanlık kancılık faydası varlığını biz onun vaktimiz yok. Qarindoshlarım, bana biz her bir namazga aman olsa bir katımdan taharet edip okuş biz için en faydalık. Sahih cihatdan ve savab cihatdan bizge faydası nihayet köp. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni davamlı Allah'a tövbe kıladigan, günahdan davamlı yuyulup duradigan tavvabilliğini kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala taharetni köp elip davamlı pakizlanıp duradigan mutahhirilledin. Yani pakizladin kılsın. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي كرم الله وجهه وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات وأقيموا الصلاة.